Dur paka. Bütün şişe kapkiler, bir pizza kapkilerge bulmayın. Yok, hap gitmez paka, yeme. Bir kurkam konsert. Rifat Kutlu'nun başı. No, kıyafet sizin, benim mega künleştiğim. Misliş kabil 2019. Aytalar, koyup Fatım bilen bakısa şarkısını. Fatım ayta, benim şu 1 kilo tuda suda yedi, benim 5 kilo tuda suda yedi. Tige, oşamasqa kerak. Aslında Rifat uşunday zo'r baxt tozara olmau. Bilasizmi, chindan da sen tige Bu sınavına baxt kimi bildirir. Sen просто оренбургский рысак. Al pizzani oshali. Men shunga tige hozir sening birinchi pizza tugul bu visi bu bratan. Shunga ko'ra men seni narsa bilan bo'larmidimda xotindan tez orada visa keltiribdim. Menga просто bek qiziq nishat ko'pmi ekan sening esim hozir. O'shama bratan. Nastoyash bosali jo'rigida. Bataraya qo'yilgan, qo'ydirdim. Ben tomoshaga şey yok o'zimni 48 kilo olib sulaverdim, endi butun durustni qo'shasan sen hozir. No, hozir botinka bilan namda tige ishdagi rezinkalarni vesini olib qo'yamiz. Plus mikrofon işi. Tak, to'xta. Visi 58 kilogram jamaat. 58 kilogram. Rifat. Men xatim bo'li mikrofon bilan polni seksam bilan. Hali kumush sipushkimda bor. 79 deganlikka qaradi. 1 kiloga yopib qatdim. Rifat. Ha? Bu senga. Men aytaman bittiga, menda desa yobig'irishi bo'lsa, senda do'stim tozarishi. Kun sayin хотя бы 100 gramga tozara boshlasam, Alloh bersa Rifat, ayman. Allah bilsin. Oyina o'g'la 3 kilogram. Bir 10 oydamsın. Sen normalniy solidniy grad bo'lasan deb o'yladim. Приблизительно men mana shu graflarga deysiz. Krasavchik. Tovushimda kirrak chiqardim. Bu bet finalistlar qo'shiladi. Agora Rifat ishlaring borsin, chunki bu etapni men o'zim albatta Instagramda qarayib, sen tirasha ish olasan. Eng muhimi ishlaring aybatgina borsin, tomoshachini yoratsin, оборот aybat bor, quyanliq kerak bo'lmasin edi. Quyan bilan bo'ri biznes ochishlarga dar ekan. Hozir kishir sotib ol, quyanning sotuv aybat bor, kishir sotalar bor. Bo'ri ish so'mdan olalarda, bo'ri sotash shu kishirni 5 so'mga, quyan 3 so'mga. Bo'ri kelganda aytdi ekan, quyan sen durakman dedi. Shu kishirni 3 so'mdan olasan, 3 so'mdan sotasan. Sening bir dahot yo'q deydi. Bu ham turibdi, dahot chorstин, zato какой оборот degani. Оборот ham yaxshi bo'lsin. Big ko'rkam konsert do'stlar, shundan da men endi o'zimni artist bo'lib qarayman, bu sahna bezalishi, kostyumlar, muzikantlar, shundan da big ko'rkam ma'noli konsert. Bundan da aybatroq konsert ko'rasingiz kelsa, dekabrda menikina kelasiz. Xudoga tekshir. Tatarstan artisti Danir Sabirov, Can Do'stlar.